Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda biz funksiyalarni o'rganamiz. Bugun nimalarni o'rganishimizni sanab oladigan bo'lsak, funksiya nima va nimaga kerakligini, funksiyalarni yaratish, void va qiymat qaytaruvchi funksiyalar, funksiyaga argumentlar uzatish. O'zi funksiya nima va nimaga kerak? Katta loyihalarda bir xil kodni bir nechta joyda yozish noqulay va xatolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli funksiyalar yordamida kodimizni modullarga bo'lib ishlash ishimizni samaraliroq qiladi. Funksiya bu takrorlanuvchi kodlarni yagona joyga yig'ib, qayta ishlash imkonini beruvchi tuzilmadir. Funksiyalar bizda oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu xuddi choy tayyorlash degan funksiyamiz bo'lsa, bu choy tayyorlash prosesida bir 4-5 ta ish qilish kerak bo'ladi. Ya'ni choynakka suvni qaynatishga qo'yish kerak, keyin choynakka choy solish kerak, keyin suv qo'yish kerak va ozgincha vaqt kutish kerak. Biz 4 ta ish qildik. Biz dasturimiz davomida ko'p joyda choy damlash kerak bo'lsa, shu 4 ta ishni yana qaytadan kodda yozib o'tirmaymiz. Ya'ni biz bu 4 ta ishni bitta funksiyaga yozib qo'yamiz-da. Keyin choy damlash kerak bo'lgan paytda o'sha funksiyani ishlatsak, bizga choy tayyorlanadi. Shunaqa qilib oddiy tilda tushuntirsak bo'ladi. Funksiyalar bizda ikki xil bo'ladi: void funksiya va qiymat qaytaruvchi funksiya. Void funksiya bu bizda qiymat qaytarmaydi. Bu oddiy funksiya hisoblanadi. Dastur kodini tartibli va tushunarli qilish uchun funksiyalar yozish muhim. Masalan, ekranga salom dunyo yozuvini chiqaruvchi funksiyani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bir marta salom dunyo deb yozib qo'yganimizda funksiyamizni e'lon qilganmiz va uni main funksiyasini ichida chaqiramiz. Keyinchalik dasturimizda yana salom berish kerak bo'lsa, o'sha salom ber degan funksiyamizni chaqiramiz. Va keyinchalik bu salom dunyo emas, salom dunyo deb hammasini katta harfda yozilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta joyda o'zgartiramiz va hamma joyda bu kodimiz o'zgaradi. Lekin print deb yozgan bo'lsak, hamma joyga bu har bitta print qilgan joyda yozuvimizni o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu void funksiya edi. Funksiyalar turlarini ko'rganimizdan keyin va funksiyalar bilan tanishganimizdan keyin bularni albatta kod orqali yozib ko'rsatamiz. Endi esa qiymat qaytaruvchi funksiya. Agar funksiya biron bir natija qaytarishi kerak bo'lsa, unda return operatoridan foydalaniladi. Masalan, ikkita sonni qo'shish funksiyasi quyidagicha bo'ladi. A plus B qilinganda return qilingan. Return degani bu qaytarish degani. Bu funksiyamiz bizda integer qaytaryapti ekan. Mana natijani print qilganimizda 5 ga 7 ni qo'shsak, natija 2.12 yozuvi paydo bo'ladi. Void va qiymat qaytaruvchi funksiyalarni ko'rdik. Endi funksiyaga argument uzatish. Funksiyalar dinamik bo'lishi uchun ularga argumentlar yuboramiz. Oldingi slaydimizda A bilan B raqamlarini tashqaridan qabul qilayotgan edik. Bu yerda esa boyagi salom ber funksiyamizni o'zgartirdik. Bu yerda biz string ism qabul qilamiz va salom ism deb yozamiz. Bu yerda ishlatayotgan joyimizda birinchi salom ber funksiyasiga Ali yozdik, ikkinchisiga Zuhra yozdik. Bu endi konsolda salom Ali, salom Zuhra degan yozuvlar chiqadi. Bu funksiya ism qabul qilib, har xil odamga shaxsiy murojaat qilyapti ismini ishlatgan holatda. Keling endi bu funksiyalarimizni kodda yozib ko'ramiz. Endi funksiyalarga keladigan bo'lsak, mana bizda void funksiya, qiymat qaytaruvchi funksiya va funksiyaga argument uzatish. Void funksiyamizni yozib oldik, salom dunyo yozuvini chiqarsin deb va uni bu yerda chaqirdik. Va run qilsak, u bizga salom dunyo degan yozuvni chiqarib beryapti. Qiymat qaytaruvchi funksiyaga keladigan bo'lsak, bu yerda biz argumentlarni qabul qilamiz. Ikkalasini qo'shib return orqali chiqarib yuboramiz.
Endi uni ishlatilish joyini ko'rsak, natijaga saqlayapmiz. Qo'shib bu yerdan qaytayotgan ma'lumotni va keyin uni print qilamiz. Natija 12 yozuvi bizga chiqyapti. Funksiyaga argument bersak, mana bu yerda bizda salom ber funksiyamiz endi ism qabul qilyapti va salom ism deb chiqaryapti. Bu yerda esa salom berga Ali va Zuhrani yozdik. Endi salom Ali, salom Zuhra yozuvlari bizga chiqyapti. Mustaqil vazifa. Endi siz berilgan sonni kvadratini qaytaruvchi funksiya yozing. Biron bir sonni kvadrati bo'lishi uchun uni o'ziga ko'paytirish kerak. Masalan, 2 ni kvadrati 4. 2 ko'paytiruv 2 4 ga teng. Umid qilamanki, siz mustaqil vazifani o'zingiz bajardingiz. Endi buni tekshirib olsak, mana biz square degan funksiya yaratib oldik. Bu ingliz tilida sonni kvadratga oshirish degan ma'noni bildiradi. Bu yerda biz raqam qabul qilyapmiz va uni o'ziga ko'paytirib chiqarib yuboryapmiz. Bu yerda ishlatilish joyiga kelsak, natijaga square 5 saqlab olamiz va print qilamiz. Mana bizda hozir 25 chiqdi. 5 o'rniga 6 qilsak, 36 chiqadi. Siz yana boshqa sonlar berib ham buni o'zingiz tekshirib ko'ring. Endi siz funksiyalar yordamida kodni qanaqa soddalashtirish mumkinligini tushundingiz. Funksiyalar dastur tuzilishini ancha yaxshilaydi. Kodni tartibli va o'qilishini oson qiladi. Endi siz takroriy kodlardan qochishingiz va modullashgan dasturlar yozishingiz mumkin. Mashq qiling, kod yozing, tajriba orttiring, o'rganishda davom eting. Siz buni qila olasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha